Toshkent shahridagi gidroplast seminarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu seminar o'zgacha bo'ldi. Ya'ni bizga qo'shni davlat, ya'ni Qozog'iston Respublikasidan hamkasblarimiz tashrif buyurgan, aynan shu bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turadigan do'stimiz ish jarayonlarini kuzatib va seminarlarni kuzatib, aynan so'radilarki, ya'ni Toshkent shahrida bo'ladigan seminarga qatnashsak bo'ladimi, qaysi kuni bo'ladi deganda biz ma'lumot bergandik. Aynan shu kunga yetib kelishdi mana. Ya'ni o'z ko'zlari bilan ko'rdi, mahsulotlarni ko'rishdi va ko'plab do'stlar bilan tanishdi, fikr almashdi. Taassurotlaringiz qanaqa ekan? Ya'ni shuncha yo'ldan mana chegaradan o'tib yo'l bosib keldingiz. Ya'ni ilm olish uchun mana hatto qo'shni davlatdan ham kelishyapti. Ya'ni tajriba orttiramiz va mahsulotlar bilan tanishamiz degan maqsadda. Endi biz ham men lично o'zimga kerakligini oldim. Sizni o'zi anchadan beri kuzatib yuribmiz. Rahmat edim. Instagramdan, ya'ni Telegramdan. Demak, siz uchun qaysi ma'noda shuncha yo'l masofa, chegaralardan, ya'ni postadan vaqt ketkazib o'tib kelgan. Hammasini esdan chiqarib olamiz. Arziydigan. Asosiy ko'rishdik, yuz-yuz ko'rish, tanishdik. Sizlarda ham shunaqa targ'ibotlar bo'ladimi? Ya'ni hamkasblar, ustalar yig'ilib, fikr almashib turadigan jarayonlar bormi? Yoki qaysi ma'noda bunchalik emasda, sizlarchalik emas. Sizlardan juda ham anaqa ajoyib tarzda o'tdi. Keyin anaqa bizga ham hozir qiziqishlar uyg'onyapti. Bizda yo'q narsalar bor ekan bu yerda. Bizda уже hamkorlikda ishlash niyatlar paydo bo'lyapti. Xayrli bo'lsin. Xudo xolasa shunaqa niyatlarimiz bor. Bizning maqsadimiz ham shu tadbir mana guvohi bo'ldingiz. Ha deb nimadir biz reklama qilishdan yuramiz. Biz ko'proq mana guvohi bo'ldingiz, uslub, yangi uslublar qo'llash bo'yicha osonroq uslublar va xatoliklardan uzoqroq o'tib ketish uslublarini qo'ldan kelgancha o'zimiz shaxsiy tajribamdan kelib chiqib ham bu narsalarni hamkasblarimizga doimiy ravishda tushuntirib boramiz. Zo'r bo'ldi hammasi. Yana ham fikr almashamiz, biz taraflarni ham ko'ring. Inshaalloh buni reja kiritganmiz. Qo'shni davlatlarga ham talab bo'lyapti. Qirg'izistondan, Tojikiston Respublikasidan va mana Qozog'istondan ham demak o'sha ilmiy ilmlashish va tajriba almashish bo'yicha bir-birlarimizdan bu narsalarni ham inshaalloh yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Bo'ldi, yaxshi. Rahmat. Sog' bo'linglar, yaxshi yetib olinglar. Xo'p, yaxshi.